Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat. Mazza qiling. Voz kechma. Balki bir duolik masofa qolgandir. Senga yozilgan narsa xato ketmas. Xato ketdimi? Demak, seniki emas. Xafa bo'lmasin deb ayblarni yuzlariga aytmagan insonlarimizni bizga aytmagan gaplari qolmadi-ku. So'nggi paytlarda ma'lum bir qilgan ishlarimizga havas qiladiganlar ko'payyapti-da. Shunaqalarga aytmoqchiman. Siz hamma narsamizga ham havas qilavermang. Chunki siz havas qilayotgan ba'zi narsalarga biz allaqachon tavba qilganmiz. Kimga mazza qildingiz? Shahlo, Asadullo, Malika yoki Akmal? Albatta, ovoz bering.